Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining, buvisi yoki bobosining pensiya masalalari bilan shug'ullanayotgan yaqinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u pensiya oladigan har bir insonning puliga, hujjatlariga, qo'shimcha to'lovlariga va eng asosiysi o'z haqini yo'qotib qo'ymasligiga bevosita tegishli. Men bugun sizga pensiya masalasida nimalarga zudlik bilan e'tibor berish kerakligini, qaysi xatolar odamlarni ortiqcha yugurtirishini, qaysi holatlarda pul kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlar aynan o'z vaqtida yetib borsa, ko'pchilikning muammosi oldindan hal bo'ladi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'ryapman. Pensiyalarning katta qismi pensiya faqat oyma-oy tushadigan pul deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida bir nechta muhim masala bor. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari inobatga olinganmi? Bank kartasi yoki naqd pul orqali olishda uzilish bo'lmayaptimi? Qo'shimcha ustamalar bor yo'qligi tekshirilganmi? Vaqtida qayta hisob-kitob qilish uchun ariza berilganmi? Avval ko'p jarayonlar qog'oz hujjat, mahalla, korxona arxivi, pensiya bo'limiga borib navbat kutish orqali hal qilinar edi. Odam hujjatni qo'lida ko'tarib yurardi. Bitta ma'lumot yetishmasa, yana boshqa idoraga qaytarilardi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi, ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. Bank kartalari orqali to'lovlar tezlashgan. Ariza topshirish va ma'lumot olishning ayrim yo'llari soddalashgan. Lekin o'zgarish bo'ldi degani hamma narsa avtomatik to'g'ri bo'ladi degani emas. Mana eng muhim joy shu. Elektron bazada sizning ish stajingiz to'liq ko'rinmasligi mumkin. Eski korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilmasligi mumkin. Familiya, ism yoki tug'ilgan sana bir joyda boshqacha yozilgan bo'lsa. Tizim ma'lumotni tanimasligi mumkin. Bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pul tushishi kechikishi mumkin. Doimiy yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, pensiya bo'limidagi ma'lumot bilan mos kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun men bugun hamma pensionerlarga birinchi navbatda o'z pensiya hujjatlarini, to'lov yo'lini va hisob-kitob asoslarini tekshirib chiqishni tavsiya qilaman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya miqdori birgina yoshga qarab belgilanmaydi. Unga ish staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik, mukofot yoki ustamalar, qonunchilikda belgilangan eng kam miqdorlar va boshqa omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 2 kishi bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin birining ish staji 28 yil. Ikkinchisiniki yarım yil bo'lsa, ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Yoki bir ko'p yillar davomida rasmiy ish haqi bilan ishlagan, ikkinchisi esa bir necha yil norasmiy ishlagan bo'lsa, hisob-kitobda farq paydo bo'ladi. Men oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, opa 1990 yildan 2015 yilgacha tikuvchilik korxonasida ishlagan. Keyin yana 5 yil boshqa joyda faoliyat yuritgan. Umumiy hisobda 3 yilga yaqin ish staji bor. Lekin pensiyaga chiqayotganda faqat oxirgi ish joyining ma'lumoti bazada ko'rinadi. Eski tikuvchilik korxonasi esa allaqachon yopilgan. Agar opa mayli nima chiqsa shu deb indamay qolsa, uning pensiyasi kamroq hisoblanishi mumkin. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni aniqlashtirsa, pensiya bo'limiga qayta hisob-kitob bo'yicha murojaat qilsa, ayrim hollarda pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu yerda gap faqat bir oy uchun emas, kelajakdagi har oy uchun ketmoqda. Agar oyiga 20 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar farq 200 ming so'm bo'lsa, bu bir yilda 2 million 400 ming so'm degani. Ikkinchi misol, bir ota 35 yil qurilish sohasida ishlagan. Ayrim yillarda uzoq hududlarda og'ir sharoitda mehnat qilgan. Lekin hujjat topshirayotganda bu davrlar oddiy ish staji sifatida kiritilgan. Imtiyozli sharoitlar yoki maxsus koeffitsiyentlar tekshirilmagan. Bunday vaziyatda odam menga shuncha chiqdi deb yurishi mumkin. Aslida esa uning hujjatlarda alohida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan davrlar bo'lishi ehtimoli bor. Men har doim shuni aytaman. Agar siz og'ir, zararli, xavfli, uzoq hududdagi yoki alohida tartibda hisoblanadigan ishda ishlagan bo'lsangiz, buni albatta alohida tekshirtiring. Oddiy ariza bilan mening ish stajim va pensiya hisob-kitobimni qayta ko'rib chiqib berishingizni so'rayman deb murojaat qilish mumkin.
Uchinchi misol. Bir pensioner bank kartasi orqali pensiya oladi. Kartaning muddati tugagan. Lekin u buni sezmagan, pensiya kuni keladi, pul tushmaydi. U darrov pensiyani to'xtatib qo'yishdi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo pensiya bo'limida emas, bank kartasida bo'lishi mumkin. Karta muddati, bank hisob raqami, SMS xabarnoma, bank ilovasidagi cheklovlar, plastik kartaning faol yoki nofaol holati albatta tekshirilishi kerak. Ayniqsa yoshi katta insonlar kartani farzandiga berib qo'ygan, PIN kodni boshqalarga aytgan. Telefon raqamini boshqa odam nomiga rasmiylashtirgan bo'lsa, bu ham xavf tug'diradi. Men bunday holatlarda pensionerning o'zi yoki ishonchli yaqin qarindoshi bankka borib, karta holatini tekshirtirishini maslahat beraman. Kimlar alohida xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi yaqinda tayinlanganlar. Chunki birinchi hisob-kitobda hujjat yetishmagan bo'lsa, keyin qayta ko'rib chiqish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, fabrikalar, qurilish trastlari, sobiq tashkilotlar, tugatilgan korxonalar. Uchinchidan, familiyasi o'zgargan ayollar. Turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Ayrim hujjatlarda eski familiya qolgan bo'lsa, stajni tasdiqlashda chalkashlik chiqishi mumkin. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha ijtimoiy to'lov oladiganlar. Bunda tibbiy xulosa, oila tarkibi, o'qish haqidagi ma'lumot, vasiylik hujjatlari kabi qo'shimcha hujjatlar muhim bo'ladi. Beshinchidan, pensiyasi naqd beriladigan va uyiga olib kelinadigan pensionerlar. Bunday holatda to'lov jadvali, yetkazib beruvchi tashkilot manzil va shaxsni tasdiqlash tartibi to'g'ri bo'lishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilganini avval tekshirtirgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda ism, familiya va tug'ilgan sana bir xil yozilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyoz yoki qayta hisob-kitob uchun asos yo'q bo'lsa, demak sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hech bo'lmaganda yiliga bir marta pensiya bo'yicha shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rib chiqishni to'g'ri deb bilaman. Chunki odam pasportini yangilaydi, bank kartasini almashtiradi, yashash manzilini o'zgartiradi. Ayrim hollarda oilaviy holati o'zgaradi. Bularning hammasi ayrim turdagi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Endi istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat: har qanday ish staji avtomatik ravishda pensiyaga qo'shilavermaydi. Ish rasmiy bo'lganmi, badallar to'langanmi, hujjat bilan tasdiqlanganmi, mehnat daftarchasida yozuv bormi, buyruq raqami ko'rsatilganmi, korxona muhri tushirilganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Ba'zan odam 10 yil bir joyda ishlaganini aytadi. Lekin hujjatda faqat 6 yil ko'rinadi. Qolgan 4 yil uchun ma'lumotnoma, arxiv yozuvi yoki sud orqali tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda og'zaki gap bilan cheklanmaslikni, albatta yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Ikkinchi nozik jihat: pensiya bo'yicha har bir murojaatni yozma shaklida qoldirish foydali. Ko'pchilik og'zaki borib so'raydi, xodim nimadir tushuntiradi, pensiyani uyga qaytadi. Keyin natija bo'lmaydi. Agar siz yozma ariza bersangiz, arizangiz ro'yxatdan o'tadi. Unga javob berish majburiy bo'ladi. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, muammo mazmuni aniq yozilishi kerak. Masalan, mening pensiyamni hisoblashda 1997-1996 yillardagi ish stajim inobatga olinmaganini tekshirib, zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, masala ham aniq ko'riladi. Uchinchi nozik jihat: bank kartasi xavfsizligi. Men pensionerlarga har doim aytaman. Kartangiz PIN kodini hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodini hech kimga bermang. Pensiyangiz oshdi, kartangizni tasdiqlang deb qo'ng'iroq qilgan odamlarga ishonmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Masalan, kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha 800 ming so'm pensiya kompensatsiyasi chiqdi, kartangiz raqamini va SMS kodini ayting desa, bu juda xavfli belgi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. To'rtinchi nozik jihat: ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odamga ma'lum bir sabab bilan qo'shimcha pul to'lanadi.
keyin ma'lumot o'zgargani yoki noto'g'ri hujjat sababli bu pul ortiqcha to'langan deb topilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'qishni tugatgan bo'lsa, lekin bu ma'lumot vaqtida bildirilmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tish kechikkan bo'lsa, to'lovda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Sizning to'lovingizga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, uni yashirmang. Vaqtida xabar bering. Bugun yashirilgan ma'lumot ertaga katta qarz bo'lib qaytishi mumkin. 5-nozik jihat: ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmaydi. Shuning uchun farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l bo'lishi mumkin, lekin juda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnoma kimga berilyapti? Muddati qancha? U faqat pensiya olish uchunmi yoki boshqa moliyaviy harakatlarga ham ruxsat beradimi? Bularni notariusda aniq tushunib oling. Men ko'rgan holatlarda ayrim keksalar hujjat mazmunini to'liq o'qimasdan imzo qo'ygan, keyin pul ustidan nazoratni yo'qotgan. Shuning uchun hujjatni imzolashdan oldin bir necha marta o'qiting, tushunmagan joyingizni so'rang. Imkon bo'lsa ishonchli ikkinchi qarindoshingizni ham yoningizga oling. 6-nozik jihat: qayta hisob-kitob hamma uchun avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi oshirishlar umumiy tartibda amalga oshiriladi. Lekin shaxsiy hujjatga bog'liq holatlarda fuqaroning o'zi murojaat qilishi kerak bo'ladi. Masalan, oldin topilmagan arxiv ma'lumot keyin topildi, yoki mehnat daftarchasidagi noto'g'ri yozuv tuzatildi, yoki sud qarori bilan ish staji tasdiqlandi. Bunday paytda endi o'zlari bilib qo'shadi deb kutib yurmaslik kerak. Hujjat tayyor bo'lishi bilan pensiya bo'limiga ariza berish lozim. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: barcha hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, bank karta ma'lumotlari, bularni alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda odam nimadan boshlashni bilmay qoladi. Ikkinchi qadam: pensiya miqdoringiz nima asosida hisoblanganini aniqlang. Buning uchun hududingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiyangizni hisoblashda qaysi ish davrlari inobatga olinganini so'rashingiz mumkin. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, rasmiy davlat xizmatlari portallari yoki tegishli idoralarning rasmiy kanallari orqali ham ma'lumot olish imkoniyatlarini tekshiring. Lekin men ayniqsa yoshi katta insonlarga buni yolg'iz qilmaslikni tavsiya qilaman. Ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin kartangiz kodi va shaxsiy tasdiqlash hujjatlarini hech kimga bermang. 3-qadam: ish stajingizni yillar bo'yicha tekshiring. Oddiy qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz? Masalan, 1979-1995 yillar maktabda, 1995-1992 yillar zavodda, 1992-2004 yillar fermer xo'jaligida, 2004-2015 yillar shifoxonada. Keyin shu ro'yxatni mehnat daftarchangiz bilan solishtiring. Agar biror davr daftarchada yo'q bo'lsa, arxivdan sobiq ish joyidan yoki huquqiy tartibda tasdiqlash yo'llarini izlash kerak. Bu ish zerikarli ko'rinadi. Lekin aynan shu tekshiruv ko'pincha pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. 4-qadam: agar pensiyangiz kechiksa, darrov vahimaga tushmang, lekin indamay ham kutmang. Avval bank kartangiz faolmi, muddati tugamaganmi? Hisob raqam bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya bo'limi yoki to'lovni yetkazuvchi tashkilot bilan bog'laning. Agar bir necha kun ichida masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Murojaatda falon oy uchun pensiya to'lovi kelib tushmadi. Sababini aniqlab, to'lovni amalga oshirishda yordam berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam: qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz bor yo'qligini tekshiring. Ayrim pensionerlar o'zlarida qo'shimcha huquq borligini bilmaydi. Masalan, nogironligi bor shaxslar, urush yoki mehnat faxriylari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, parvarishga muhtoj insonlar bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil va'da bermayman, chunki har bir holat alohida ko'riladi. Lekin sizda alohida maqom, tibbiy xulosa, faxriy yorliq, orden medal, sud qarori yoki boshqa muhim hujjat bo'lsa,
uni pensiya hisob kitobida ahamiyati bor yo'qligini so'rab ko'ring. 6-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ariza murakkab bo'lishi shart emas. Unda kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar, muammo mazmuni va talabingiz yoziladi. Masalan, mening pensiyamni tayinlashda 1991-1998 yillardagi ish stajim hisobga olingan olinmaganini tekshirib, agar hisobga olinmagan bo'lsa, taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman. Ariza oxirida sana va imzo bo'ladi. Arizadan nusxa olib qo'ying yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bu keyinchalik juda kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, farzandlar va nabiralar ham yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshirishga yordam bering. Ularning telefoniga kelgan shubhali xabarlarni ko'rib turing. Bank kartasini yangilashda yo'lda bo'ling. Lekin yordam berish degani ularning pulini o'zingiz boshqarish degani emas. Pensionerning roziligi, huquqi va xotirjamligi birinchi o'rinda turishi kerak. Ko'p oilalarda muammo aynan pul ustidan nazorat masalasidan chiqadi. Shuning uchun hammasi ochiq, tushunarli va hurmat bilan bo'lishi kerak. 8-qadam. Hech qachon vositachilarga shoshilib pul bermang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Arxivsiz staj qo'shtirib beraman. Tanishim bor, tez hal qilamiz degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim sizga haqiqiy pensiya oshirib bera olmaydi. Agar hujjatingiz bo'lsa, siz o'zingiz ham murojaat qila olasiz. Agar hujjat murakkab bo'lsa, rasmiy tartibda yuristdan maslahat olish mumkin. Lekin ko'chadagi noma'lum odamga pul berish, hujjat topshirish yoki karta ma'lumotlarini aytish juda xavfli. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi eng muhim fikr shuki, pensiya masalasida indamay yurish mumkin emas. Har bir pensioner o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Bank kartasi xavfsizmi? Qo'shimcha to'lovga huquqi bormi? Hujjatlarda xatolik yo'qmi? Shularni tekshirish kerak. Bu ish bir qarashda mayda tuyuladi, lekin natijada oyma-oy olinadigan pulga, oilaviy byudjetga va insonning xotirjamligiga ta'sir qiladi. Men sizdan iltimos qilaman, agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing va tekshiruvni boshlang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar pensiyangizni kechikish, kamayish, tushunarsiz hisob-kitob yoki staj bo'yicha savol bo'lsa, yozma murojaat qiling va javob talab qiling. Izohlarda yozing. Sizning pensiya bilan bog'liq eng katta muammongiz nima? Pul kechikishi bo'lganmi? Ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta boshqa pensionerlarga ham yuboring. Chunki o'z haqini bilgan odam o'z haqini himoya qila oladi.